Xitoyning Sharq Turkistonda atalmış tarbiyalash markazlari nomida qurgan yig'ilish lagerida 3 milliondan ortiq turk musulmon 3 yildan buyon tutib turilmoqda. Bu jazo lagerlariga qamalgan nurg'un Uyg'urlarning hech izderigi yo'q. Shuning bilan birga hayotidan ayrilganlar haqidagi xabarlarni orqa-orqadan o'tirg'i chiqmoqda. Ma'lum bo'lishicha, ma'lum bir yig'ilish lagerida yaqinqi 6 oy ichida 150 kishi hayotidan ayrilgan. Sharq Turkistondagi bir lager saqchining Erkin Osiyo radiosiga bildirishicha, Kucha shahrida 4 yerda jazo lageri bor bo'lib, har birida 4 mingdan 10 minggacha Uyg'ur qamalgan. O'zi mas'ul bo'lgan 1-nomerlik lagerda 6 oy ichida 150 kishi o'lgan. Ularning jasadlari kent kadrlari va saqchilarning nazorati ostida ko'mib o'tilgan. Sharq Turkistonda millionlagan kishi lagerga qamalish bilan birga Xitoyning atalmış qo'shmoq tuqqan siyosatimi diqqatni tortmoqda. Bir ommaviy taratqu hisobida taqtilgan bir videoda yo'ldoshi lagerga qamalgan bir Uyg'ur ayolning uyida atalmış qo'shmoq tuqqan siyosati nomida 3 Xitoy erining turayotganligi, u ayolning bo'lsa qiyin kunlarni boshdan kechirayotganligi bildirildi. Hong Kongda oylardan buyon davomlashayotgan namoyishlarda tunugun bir kishi hayotidan ayrildi. O'tgan dushanba yaralanib doktorxonaga opirilgan 22 yoshli oliy maktab o'quvchisi Chu Si-lukning hayotidan ayrilganligi bildirildi. Bu o'quvchi turgan binoda namoyishchilar saqchilarga bir narsalarni otgandan keyin saqchilar yosh oqizish bombasi orqali qarshilik ko'rsatgan. Hong Kong universitetida kompyuter injenerligi o'qiyotgan Alex Chu ismli 22 yoshli o'quvchining o'limining namoyishlarni texnik kuchaytirib etishi mo'ljallanmoqda. Xitoy, Amerika va Rossiya orasidagi qurolsizlantirish muzokaralariga qatnashmaydiganligini bildirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi qurol kontrol bo'limining boshlig'i Fu Song Xitoyning yadro qurollarini azaytishga tayyor ekanligini, lekin Amerika bilan Rossiya orasidagi qurolsizlanish muzokaralariga qatnashishni o'ylashmaydiganligini bildirdi. U Amerikaning Rossiya bilan bo'lgan qurolsizlanish muzokaralariga Xitoyni qatnashtirishga tirishishni to'g'ri deb qaramaydiganligini bildirdi va bu xil urinishlar asosiy maqsaddan texmi uzoqlashtirdi. Amerika faqat texmi muhim bo'lgan bir xalqaro kelishimdan chiqish uchun bahona izlayotdi dedi. O'zbekiston Xitoyda ishlab chiqarilgan havo mudofaa sistemasi bo'lgan FT-2000 tiplik uzun muddatlik boshqariladigan bombani tunji qitim manevrda sinab qildi. Mudofaa ministrligi axborot ishxonasining bildirishicha, havo mudofaa qismlari Navoiy rayonidagi bir harbiy mashq bazasida havo mudofaa sistemasiga doir manevr ipag'an. Ochiq ko'k yuzi nomli manevrda Xitoyda ishlangan FT-2000 tiplik uzun mezgillik ushqu so'qar boshqariladigan bombasi sinab qilingan. Morsi bu yil 17 iyun sud mahkamasida hayotidan ayrilib necha oydan keyin Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Misr doiralariga qattiq norozilik bildirdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq mutaxassislari Misr turmalaridagi sharoitning demokratik usullar bilan saylangan tunji prezident Muhammad Mursining o'limiga bevosita sabab bo'lgan bo'lishi mumkinligini bildirdi. Va Mursining bu xil jafoliq sharoitga mahkum bo'lgandan keyin o'lib ketishi davlat qo'llagan bir jinoyat bo'lishi mumkin dedi.